Mr. Beast haqiqiy ismi Jimmy Donaldson. 1998-yil 7-mayda tug'ilgan. Dunyodagi eng mashhur youtuberlardan biri. U asosan ulkan challengelar, katta miqdordagi pul sovg'alari, xayriya ishlari va noodatiy loyihalari bilan tanilgan. Qisqacha ma'lumot. Kanali Mr. Beast asosiy kanalda 435 milliondan ko'proq obunachisi bor. Bu YouTube'dagi eng yirik kanallardan biri. Kontenti tanlovlar, ekstremal videolar, masalan, $100,000 yutib olish musobaqasi, dunyoning eng katta pizzasini yasash, kalmar o'yinini haqiqiy hayotda tashkil qilish, xayriya ishlari, Beast Philanthropy maxsus xayriya fondi, millionlab dollarlik oziq-ovqat tarqatish, bemorlarga yordam berish, maktablar qurdirish va suv quduqlarini qazdirish. Team Trees va Team Seas kompaniyalari orqali millionlab daraxt ekish va okeanlarni chiqindidan tozalash tashabbuslarini yo'lga qo'ygan. Bizneslari Mr. Beast Burger fast food tarmog'i hamda Feastables shokolad va shirinliklar brendi. Rekordlari 2023-2025-yillarda u ko'plab videolari bilan YouTube'dagi eng ko'p ko'rilgan va eng tez o'sayotgan kanal rekordlarini o'rnatgan. Uning uslubi tomoshabinlarni tez tortib oladigan, katta miqdordagi pul sovg'alarni, dramatik hodisalar va odamlarni hayratda qoldiradigan katta miqyosdagi loyihalar. Har doim videolarda mehribonlik va yordam g'oyalarini ko'rsatadi. Xullas, Mr. Beast bugungi kunda nafaqat YouTuber, balki tadbirkor, xayriyachi va global internet yulduzi sifatida tanilgan.